Yana bir marta assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 15-oktyabr. Kurtkalarimiz ham ochilib ketdi. Soat 12dagi 3-reysimiz, потому что 10 minut kech chiqmoqda. Har bitta avtobus ichiga kirib, achot-machot qilyapmizda. Nima deysiz? Like-mi? Qaysi vaqt? 12:20. Nechinchi avtobus? 3-chi. 692 orqadagilar chiqarib yuborganman o'zi. 15 minut. Ishonarlimi? Ishonarli, hammasi joyida. Yolg'on narsa yo'qmi? Kamchilik? Kamchiliklar yo'q. Hammasi joyida. Tavsiya qilsa arziydi. Asosiysi aytilgan sharoit, aytilgan vaqt, u yoqqa ham kunduzi yetib borishdi. Alisher aka nima deysiz? Hech Allohga shukr, hammasi zo'r. Yolg'on narsa yo'qmi? Yo'q, yo'q. Nima deysiz? Hammasi chin. Yolg'on yo'q-a? Ishonmay keluvdik, mana haqiqat. Ishonmay keluvmi deysiz endi? Shuhrat aka, bolalardan birini sizda oling, shular sizga yutuq turgan. Nima deysiz? Yaxshi.